Jack kompaniyasini hatchbackidan so'raganlar uchun 2020-yil 40 ming yurgan Jack S5 deb qo'ydik akalar. Kraska holatlari top-toza deyaptilar. Bemalol o'zingiz uchun tekshirib olsangiz bo'laveradi. Mashinamiz juda ham ideal minilgan ekan. 40 ming yurganda salonlar ham unaqa yomon bo'lib ketmaydi. 18 razmerda shinalar va shinalar holati ham juda ham yaxshi. Elektropaket o'rindiqlar bor. O'rindiqlarni pamять sidinalargacha, ya'ni o'rindiqlarni eslab qolish qobiliyatlarigacha bor. Mashinamiz Eco Sport Comfort rejimlari bor. Motori 2 turbina bo'lgani uchun bu mashinamiz 6 litrdan 12 litrgacha benzin rasxod qiladi. Mashina benzinda ma'lumot uchun. Endi nima uchun 6 litrdan 12 litrga deydigan bo'ladigan bo'lsangiz, Ecoda kamroq, sport rejimda ko'proq harakatlanadi. Like bosib qo'ying, zo'r mashinalarni siz uchun zo'r narxda topib qo'yapman. Narxini siz o'ylagandan ham arzonroqqa topib qo'ydim. Agar haqiqatan ham arzon aytadigan bo'lsam, bu videoni do'stlaringizga ham jo'natib qo'yasiz. Bu Jack S5 narxini 14.900 gacha tushirib qo'ydik. Akalar bemalol bosaveradigan joyi. Ma'lumot uchun mashinamiz eng fulli. Mashinada panorama tomlargacha bor, multirollari ham bor. Xullas, hamma funksiyasi bor. Mashinani bemalol olib bosib olsangiz bo'laveradi.